Yaxshi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Kompotman va men hozir kechqurun fermadaman. Ha, biroz g'alati, chunki men hozir o'zimni tungi navbatchiligimdaman desa ham bo'ladi. Ha, o'zi aslida hozir uxlayotgan bo'lishim kerak edi, lekin afsuski uxlamayapman. Ha. Tush ko'rib, bilmasam, shirin tushlar ha. Ammo tush ko'ra olmayman, chunki ishni bitirishimiz kerak. Agar ishni ertagacha bitira olmasam, mer shaharga ketib qoladi va u yerda hamma ekin-tekinlarni sotishi kerak. Agar men hammasini topshirmasam, menga oylik to'lamaydi. Shuning uchun ham hozir hamma ishlarni bitirishim kerak. Afsuski, shaxsiy ishlarim bor edi, shuning uchun ulgura olmay qoldim do'stlar. Mayli, hozir hammasini yig'ib terib olaman va keyin uxlashga otlanaman. Shundoq ham o'sha aytgan ishlarim bilan charchab ketdim. Yana bularni qilishim kerak. Xo'sh, sabzilarning qatorini olib tashlasam ham bo'ldi. Shu bilan yana boshqatdan hammasini ekib qo'yaman, keyin dam olishga otlansam ham bo'ladi. Aks holda juda ham charchadim do'stlar. Bugun juda ham og'ir kun bo'ldi. Hamma ishini qilib, fermasini mana shu tomorqalarini tozalab, ekin-tekinlarni yig'ib topshirdi. Men esa hozir mana shunday qorong'uda o'tiribman. Mayli, zombi yoki creeper kelib qolmasdan tezroq bo'lishim kerak. Aks holda o'zingiz bilasiz nima bo'lishini, shuning uchun ham shoshilish kerak. Aks holda ham oyliksiz qolaman, ham ferma buziladi, yana mer urishadi. Shuning uchun ham hozir hammasini bu yerga joylaymiz va uyga kiramiz. Lekin qutiga hammasini solib qo'yamiz. Shunda mer meni bezovta qilmasdan hammasini olib, yig'ib ketadi shu qutining ichidan olib. Yo'q, endi bu yog'iga kartoshkani do'stlar hammasini ekib tashlashimiz kerak. Yaxshi, yomon emas do'stlar, ishimiz ancha-muncha tez bo'lyapti. Shuning uchun ham zerikmaslik uchun va ish tezroq bitishi uchun videoni yoqdim. Shunda yaxshi bo'ladi. Xo'sh. Endi bu yerda yana 2 dona qolibdi va 38 ta sabzi va 39 ta kartoshka. Ajoyib, faqatgina bitta farq bilan mayli. Endi ovqatlanib olsam ham bo'ladi. Lekin bilasizlarmi, uncha ovqatlangim kelmayapti. Yaxshisi uxlayman yoki suvni bilmadim. Shoshmay do'stlar, axir fakellarni olmabman. Aks holda kechasi bilan yonib, yog'ochga ham o'tib ketishi mumkin. Pastgacha yonib borsa, shunda juda ham yomon bo'ladi. Hammasi yonib ketib, keyin mer meni yondiradi. Yaxshisi hammasini sekingina terib olamiz do'stlar. Yorug'lik ortiqcha zombilarni va shunga o'xshash narsalarni chaqiradi. O'zingiz bilasiz, hammasini olishimiz kerak. Yaxshi, bordik. Bunisini ham olamiz. Endi bunisini yaxshi do'stlar. Stop. Hoppa, bo'ldi. Endi dam olsam ham bo'ladi. Ha. Kompot. Jitel nima bo'ldi? Jim bo'lasanmi yo'qmi? Umuman uxlay olmayapman. Tinchib qo'y iltimos. Seningcha men o'ynab o'tirganim yo'q, ishimni qilyapman, fermani. Ha, lekin jim o'tir. Qanaqasiga, axir meni tomorqam, meni fermam, meni uyim. Aha, lekin birovlarni ham hurmat qilish kerak bilsang. Axir aytayapman-ku, bekordan bekor qilganim yo'q. Yana video olishim kerak. La, ko'rdingmi? Mening joyim bu, istaganimni qilaman, Jitel. La, ko'rdingmi? Mayli, bo'la qol. Bo'pti, Jitel. Yaxshi o'sibdir. Yaxshi do'stlar, albatta hazillashaman, lekin rostdan birovlarni uyqusini buzayotganini bilmabman. Kompot. Hoy, Kompot. Jin ursin, baqirishinicha. Nima bo'ldi, kim? Bu yoqqa chiq. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum. Nimaga fermani bitirmading? Ferma bitirdim-ku, qanaqasiga? Hammasini ekib qo'ydim. Aha, bir borib qarachi. Okey, Jin ursin. Kompot, xayrli tong. Xayrli tong. Bo'lishi mumkin emas, men hammasini qilib qo'yganim, janob mer, rostni aytayapman. Jin ursin. Bo'lishi mumkin emas, axir yoki tush ko'rganmidim, tush bo'lishi mumkin emas, axir sizlar ham ko'rgandinglar. Yo'q, bularning hammasini ekib yo'qsa yo'q hech narsa. Aha, yo'q. Ha, tomorqani kechirsa bo'ladi, lekin ekin-tekinlarning yo'qligi men hozir nimani olib borib sotaman? Bu boshqa fermalarchi? Hammasini yig'dik, lekin bu safar hosil kam bo'ldi. Sendan umid qilganim, ammo sen ham hech narsa bera olmading. Axir yo'q, menda bor edi, Jinursun. Nima deyishni bilmadim. Hammasi joyida edi. To'g'rimi, Jitel, sen kecha ko'rding-ku? Ha, hammasi joyida edi. Ana, ko'rdingizmi? Bilmadim. Endi bu sen lekin men ishontirib aytishim mumkin, hammasini qilgandim. Shunaqangi qo'lchilik bo'lsa, dushmanim kerak emas. Agar ishim og'ir bo'lmaganda uni tushungan bo'lardim, lekin men ishim og'ir, ertalabdan borishim kerak shaxtaga, ammo Kompot meni ham qayerdan tushunardi? Unga faqatgina shu la bo'lsa bo'ldi. Soat necha? Jenderson soat 4 bo'ldi. Birozdan so'ng ertalab bo'ladi va men ishga otlashim kerak ekan. Uxlay olganim yo'q buni dastidan. Mana orqada ham ferma bor, lekin uni ishini bitirib ketdi. Axir men nima qilay? Ishim og'ir, biroz uxlash uchun uyga kelaman. Shundoq ham bugun so'nggi dam olish kuniga yana ish boshlanadi. Jinurson, hozir menga ko'rsatib qo'yaman qanday bo'lishini. Birovlarni uyqusidan buzish. Xo'sh, o'zi maza qilib uxlayotgandir. Uxlab qolishi aniq.
Xo'sh, hammasini yurib tashlayman qani. Bir ko'raklikchi qanday bo'lar ekan Mana sen meni uxlashimga xalaqit bersang men ham senga xalaqit beraman mana ana shunday bo'ladi. Ertaga turganda syurpriz bo'ladi. Xo'sh, bu yerda narsalar bo'lsa kerak. Ha, axir solayotgan edi hozir. Kartoshka va sabzi. Hozir nima qilishni bilaman bularni. Lekin avval hammasini yurib tashlash kerak. Bitta qolmasdan hammasini olish shart emas. Qolaversin. Asosiysi hammasini payhon qilib tashlasam bo'ldi. Ko'radi ana endi qanday bo'lishni. Ana. Chiqirsa yaxshi. Ajoyib bo'ldi. Endi ko'ramiz qani. Ertaga ham shunchalik xursand bo'larmikinsan? Yaramas. Kompot yo'q, murabbo. Hozir hammasini tashlab yuboraman shu yoqqa, quduqqa. Hammasini bitta qoldirmasdan. Sabzi va kartoshka. Axir aytayapman, hammasini qilgandim. Aha, qayerdan bilaman? Axir jitilam aytdi-ku. To'g'rimi jitil? Ha. Lekin bularning hammasi qayerda? Bilmadim. Aha, bilmasang qishloqdan ket. Sen o'zi oxirgi vaqtlarda hech narsa qilmayapsan, fermani ham bajara olmayapsan. Lekin meni muammolarim bor edi. Meni muammoim emas, seni. Ha, demak shunaqa ekan, shuncha yildan keyin. Ha, bor yo'qol bu yerda. Mayli, bo'pti, ketdim. Meni haydab yuborishdi. Ajoyib. Yaramasinlar. Axir hammasini qilganim do'stlar. O'zingiz ko'rdingiz, Jisil ham aytayapti hammasini qilganimni, lekin bo'lishi mumkin emas. Bularga nima bo'lgan? Hammasi balki o'zlari qilishgandir meni haydab yuborish uchun qishloqdan. Biror nimani balki reja qilishayotgandir. Lekin menga farq yo'q. Endi men bu yerdan ketdim. Balki shaharga borsammikin. Darning yoniga borsam bo'lardi. Yo'q, bo'lmasam mayli shu yerda biroz o'tiray, keyin o'ylab ko'rim. Bu yerda do'stlar qaranglar. Gullar va bosilgan yo'l bor ekan mana. Yo'lda ana nima bo'ldi tushunmadim. Mana yana yo'lak va bu yerda ko'prik kichkinagina tushunmadim. Bu yerda kimdir yasharmikin? Qiziq do'stlar, qiziq. Bu yerdan tushish kerak sekin. Ko'prik va buni qaranglar, kirish eshigi dumaloq ekan. Agar buni eshik deb bo'lsa qanaqadir teshik. Xo'sh, ichkarida hech kim yo'q, lekin nimalardir turibdi do'stlar. Nimalardir turibdi ichkarida. Mayli hozir. Kimdir bormi? Hech kim yo'q, lekin arqon anrog'i va drabovik ajoyib ikkita stol, lekin jinsini olish kerak. Tushunmadim bu yerda yana buni qaranglar, go'sht maydalagich va yana go'sht, balki bu yerda qandaydir manyak yashar do'stlar. Arqon bilan anrog'i va yana drabovik uchun o'q odamlarni bog'lab qo'yib yoki boshqalarni biror nimalar qilar. Har kimga qarshi o'qlab olish kerak. Jinursin bu yerda bola ham turibdi. Bu yerda 100% qanaqadir manyak yashaydi. Jinursin mana shunaqa joylarga kelib qoldim, lekin biror nima qilish kerak. Axir mana bolg'asi. Jinursin xo'sh bu yerda kartoshkani tashlab yuboraman, kerak emas menga aynigan, va go'sht maylagichni olib olaman, chunki har qalay bu ham qurol olib menga hujum qilishi mumkin. Bo'ldi, bularni olib qo'yaman. Yaxshi, bu yoq, ajoyib. Drabovikni o'qlab olganman. Qo'limda hamma narsam bor. Endi sekingina kutish kerak kelishini, shunda namasini surishtirib bilib olamiz. Kim nima va bu yerda nima qilmoqchi bo'layotganini. Nima? Jinursin. Mana qo'yga tushdingmi? Shu yerda yashaysanmi? Ha, iltimos, meni otmang. Ha, otmang. Xo'sh, qancha odam o'ldirgansan? Nima? Hech qancha. Men shu yerda yashayman. Ha, yashaysan. Ko'rdim bu yerda nimalaring borligini. Mana bular nima? Ichkarida go'sht, arqon, kamiga mana bu qurol. Men shunchaki shu yerda yashayman. Meni qishloqdan haydab yuborishdi. Bu esa bobomniki, hov qilish uchun. Go'sht maydalash bilan esa o'sha hovliga narsalarni maydalayman. U yerdagi ham hayvon go'shti xolos. Bug'doy yoki kartoshka ekmoqchi edim, ammo hech qaysi o'xshamayapti, o'smayapti. Shuning uchun hayvonlarni ovlayman, go'sht yeyman. Hatto non ham yeganim yo'q anchadan beri. Tushunarli. Lekin bilasanmi, men ichkarida ko'rgandim. Urug'lar bor edi, men senga yordam berishim mumkin. Shu desang meni ham haydab yuborishdi. Yo'q, lekin arzimagan sababga ko'ra mayli, buni boshqa safar aytib beraman, lekin uying ajoyib ekan. Yo'q, rostida. Albatta yerdan qilingan, ammo juda ham shinam. Katta rahmat. Arzimaydi. Istasangiz qolishingiz mumkin. Yo'q, men bilan bo'lishsam boshpanangni. Unda men senga hozir
Ferma qilib beraman. Men axir o'zim fermerman. Yo'q, aha. U yerda ham fermer edim. Xolos shu bilan bog'liq ish tufayli meni haydab yuborishdi. Nima bo'ldi o'zi? Shu desang, ferma bilan bog'liq ishni eplay olmadim yoki menga xalaqit berishdi. Qayoqqa ferma qilsam bo'ladi? Shu yerdan chiqqandan chapga buriling, o'sha yerda maydon bor. Shu yerdanmi? Ha, Okey, shu tarafda. ha, chap tarafda. Boravering. Okey, kel. Hop, hop. Mana bu yerda hammasi o'ralgan, ajoyib ekan. Ha, mana tayyorlashga uringandim lekin o'xshamadi. Hech qisi yo'q, mayli. Sen kirmay turma, hammasini qilib olay, chaqiraman. Hop. Xo'sh, hozir suv olishim kerak. Yordam beraymi? Yo'q, shart emas. Ha, hop, mayli. 1 daqiqalik ish xolos. Istasang kuzatishing mumkin. Ha, shunday qilaman. Okey, mana ozgina qoldi. Deyarli yarimdan ko'p ham bo'lyapti. Shu yerga ekib qo'yamiz. Xo'sh, men bilan birga yashaysizmi? Axir sizni ham haydab yuborishibdi, bir-birimizga yordam berardik. U uzr kechirasan. Hech qisi yo'q. Mayli, yashashga qarshi emasman. O'zi rostdan ham shunaqangi tabiat qo'ynida yashashni yoqtiraman. Shuning uchun ham shaharga ketmaganman. Lekin ko'p taklif qilishgan, do'stim ham chaqirganda, ammo bormaganman. Ha, zo'r-ku. Aha. Menga juda ham tabiat qo'yni yoqadi, senga aytsam. Yaxshi, menga ham. O'zi men ham bormoqchi edim shaharga, ammo hatto bordim ham, lekin ish topa olmadim. Shuning uchun ham shu yerga kelib, mana tug'ilib o'sgan qishlog'imdan haydashdi endi. Shu yerda yashayapman. Afsus, omading kelmabdi. Ha, Nimaga haydashdi o'zi? biror kun aytib berarman, uzoq hikoya. Mayli unda. Endi bular o'ssin, ungacha ketdik. Lekin men kuzatmoqchiman Nimani? bularni o'sib chiqishini. Hali juda ham ko'p vaqt kerak bo'ladi. Shunaqami? Shuning uchun bemalol dam olishing mumkin. 2-3 kunda o'sib qoladi. Mayli, Kela qol. Hop, nima qilamiz? Shu desang qornim biroz och, balki biror nima berasan, ovlagan narsalaringdan, Albatta keling. Rostmi? Albatta sizni mehmon qilaman. Zo'r bo'lardi. Bo'pti. Lekin uying rostdan ham shinam. Bo'pti do'stlar, mayli biz hozir ovqatlanamiz va keyin aloqaga chiqaman. Ungacha esa xayr, to'g'rimi? Ha, lekin kimga? Buni endi umuman senga aloqasi yo'q xolos. Hop, mayli. Bo'pti. Xayr do'stlar, ko'rishguncha.